Bu obyektimizda Mirzo Ulug'bekda joylashgan. Buni hozir sizlar bilan obzorini ko'ramiz. Bu xonadonimizning kiraverish qismi. Kiraverish qismimizdagi yo'l tarafiga prixoshka shkaf qo'yib berganmiz. Zakriti, ya'ni kiyimlar taxlaydigan bu yerda oynali joyini qo'yib berganmiz. Klientimiz xohishlariga qarab. Ushbu xonadonimizning zal qismi bo'ladi. Bu zal qismlariga bu yerda dekoratsiyasi uchun shpondan apshipkalar qilib berganmiz. Bu yerda pat televizor, bu yerda mягкий qismimiz, bu yerda stullarimizni qo'yib berganmiz. Xonamizning zal qismi bilan kuxnya qismi bitta bo'lganligi uchun devor sifatida dekorativniy loft stilda oyna bilan yopib berganmiz. Bu xonadonimizning ayollarimiz eng sevib ishlaydigan joyi, ya'ni oshxona. Bu oshxonamiz bu ham neoklassik stilda qilingan, minimalizm stil. Bu kuxnyamizning har bitta mayda detallarigacha o'zgacha uslubda yondashilingan. Bu xonadonimizning ikkinchi etaj qismi. Ikkinchi etajimizda 5 ta xona mavjud. Qizlarning xonamizda bu yerda neoklassik variantda dizayn proyekt asosida mebellarni yasab berganmiz. Biz o'g'il farzandlari uchun qilingan xonamiz. Bu xonamizda ham общий stilimiz neoklassik variantda qilingan. Hammasi MDF krashinli bo'lgan. Tumchkamizdan ham kursilar bo'ladi, qirralari yo'q. Bezapasini, murchalarni hammasini amalni qilib berganmiz. Bu xonamiz katta spalnigimiz. Bu qismimizda mягкий kravat qilib berganmiz. Bu qismimizda trimo qismimiz, garderobligimiz bu yerda joylashgan. Bu xonamizni ham hammasini neoklassik stilda qilib berganmiz. Bu xonadonimizning podval qismi. Podval qismimizga biz klientimiz отдельно ofisimizda bo'lsin deganlar uchun podval qismlariga ofis mebellarni qo'yib berganmiz.